O'zbekiston pensionerlari uchun ajoyib xush xabar. Nihoyat O'zbekistonda pensiya yana oshiriladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjetiga doir qonun loyihasini e'lon qildi. Hujjatda qator iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rin olgan. Qonun loyihasida kelgusi yildan davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshirilishiga budjetdan 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bunga ayrim xizmat turlarining narxlari ko'tarilishi va qo'shimcha ish o'rinlarining yaratilishi xarajatlari ham kiradi. Kelgusi yildan aholi real daromadini ko'tarish uchun davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalarga yillik inflyatsiyadan yuqori oshirib borish reja qilingan. Prognozlarga qaraganda O'zbekistonda 2026-yilda inflyatsiya darajasi 7% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Vazirlik mamlakatda davlat xodimlarining ish haqqi 1% ga oshirilsa, budjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerakligini bildirdi. Pensiya agarda 1% ga ko'tarilsa, ortiqcha 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Budjet xarajatlarining katta qismi ish haqqiga to'lovlar shakliga ketadi. Masalan, 2026-yilda ish haqqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlatdan 172,8 trillion so'm ajratilmoqda. Bu 2025-yildagi tasdiqlangan rejaga nisbatan 18,5 trillion so'mgacha ko'pdir. Kelgusi yilda oyliklarga to'lovlar davlat budjetlari xarajatlarining 42,9% ni tashkil etishi kutilmoqda. Mazkur chiqimlar yalpi ichki mahsulotlarga nisbatan 8,7% ni tashkil etishi prognoz qilingan. Shu bilan birga 2026-yilda stipendiyalarga 2,2 trillion so'm to'lanadi. Pensiya to'lovlariga esa 86,1 trillion so'm, nafaqalarga 14 trillion so'mdan ortiq mablag'lar ajratilishi kutilmoqda. Avvalroq e'lon qilingan fiskal strategiyada O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori kamida 6-7% ga oshirilishi belgilangan edi. Shu bilan birga kelgusi yilda davlat idoralari budjetdan qancha pul olishi ham ma'lum qilingan. O'zbekistonda pensiya, nafaqalar 1-iyuldan, ish haqqi va stipendiyalar 1-sentyabrdan oshiriladi. O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiya va nafaqalar hamda ta'limlarga oid bo'lgan bolalar nafaqalari va moddiy yordamlar to'lovlari miqdori 7% ga oshiriladi. Shu haqida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. Xabarlarga ko'ra 1-iyul sanasidan boshlab yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,83 ming so'm. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasining 1 oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 118 ming so'm to'lanadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi. Pensiya jamg'armasi pensiya tizimini isloh qilish uchun 1 oy muddat davomida yetiladigan jamoatchilik tariflarini yig'ish uchun maxsus platforma ishga tushirmoqchi. Olingan tariflarga o'rganishlarga ko'ra, jurnalistlar va blogerlar ishtirokida ikkinchi muhokamaga o'tkaziladi. O'zgartirishlar kiritish va pensiyani isloh qilish loyihasini rasman taqdim etish reja qilingan. Pensiyani isloh qilish haqida hukumatning 2024-yil 23-sentyabrdagi qarori bilan pensiya tizimini isloh qilish, kompensatsiya loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruh tarkibi tasdiqlangan. Unga bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov boshchilik qiladi. Kelishuv asosida Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari
jalb qilinadi. Bu guruh amaldagi davlat pensiya ta'minoti mavjud muammolarni tahlil qilish hamda xorijiy tajriba asosida tizimning barqarorligini ta'minlash va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga qaratilgan takliflarni tayyorlash kelajagi 2025-yil 1-martgacha pensiya tizimini isloh qilish, kompensatsiya loyihalarini ishlab chiqish prezident administratsiyasiga kiritilishi kerakligi belgilangan. Shuningdek, O'zbekistonda 2030 strategiyani yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilidagi amalga oshiriladigan oid davlat dasturlari ham mahalliy va xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda ushbu konsepsiya loyihasi bo'yicha takliflarni ishlab chiqish belgilangan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.